Restoranlarda palon pulga sotiladigan taomni tayyorlaymiz. Chuchvaralarni bir marta bo'lsa ham shu usulda tayyorlab ko'ring. Menga o'xshab qayta-qayta tayyorlaysiz. Qani ketdik. Bismillah deb skоворodkamizga sariyog', ozgina salat yog'idan solib, muzlatilgan chuchvaralarimizni solib, yaxshilab qizartirib, qovurib olamiz. Ustiga smetana, rolton priprava, murch, suv solib 10 minutga dimlab qo'yamiz. o'n minutdan keyin qirg'ichdan chiqarilgan eriydigan sir solib, bitta aralashtirib, gazni o'chiramiz. Mazali va tez tayyor bo'ladigan noodatiy chuchvaralarimiz ham tayyor. Xohishga qarab ko'katlar bilan bezatamiz. Retsept yoqqan bo'lsa, yurakchan bosib, chuchvarani yaxshi ko'radigan yaqinlaringizga yuborib qo'ying. Yegatlarimiz ibodatlarimizga quvvat bo'lsin. Ketkizgan vaqtimiz barchamizga manfaatli bo'lsin.